muhiti saf, tabiiy yeşillik, Qorg'as Eksan maychilik zavodi. Germaniyaning ilg'or texnikasi, xalqarada oldin qo'rindagi may ayrish chekkilash oqma liniyasi, 36 ming kvadrat metrlik zo'r ko'la, yurishlangan ishlab chiqarish, kundilik 50 tonna saviyadagi avtomatik qachlash, yillik 12 ming tonna may chekkilash saviyasi, tabiiyligi saqlangan, suftiga, tarkibiga, quvvatiga kapolatlik qilingan yuqori sifatli, ishonchli, sog'lom mahsulot Eksan maylari. Assalamu alaykum Misranim to'rining aziz ishtirokchilari, sodiq qo'llag'uvchilari. Yaqinqi bir qancha kundan buyangi tor bekatlarimiz, undidorlarimizda Ali muallim to'g'risida bo'linayotgan gap so'zlarga nisbatan biz Ali muallimni maxsus ziyorat qilgan edik. Tashqin, 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 tashqin. Nima tashidi? Sog'lomlik, kuch-quvvat, go'zallik, aql-farosat toshadi-da. Bu yaxshi gap. Nima ish tashidi o'zi? Albatta, toshqin oqsuv to'lqinlari bo'lganiga toshadi-da. Tashqin, 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 tashqin. Tashqin, tashqin. Psixologiya degandan qat'iy xabari yo'q bir turkum atimlagan. Ya bir hem de başka bilimi yok. Hem de şu xet uralısı gerek kompüterde mında Uygurca xetlini uruş texnik yaxşı hem bolma. Hem vaqti var andan. En mühim. Köp vaqti var adamlar bilan. Jiq ezib o'tiribdi bura. Tarixdan ben mında bir turkum g'ojilaydigan odamlar bor. Biroq bular bu ketem tarix o'xshamaydi g'ayri. Xata daraxtdan birini g'ojilab qo'ydi. Ma daraxtni g'ojilagan g'ojilig'uvchilarning tishi sunib ketadi. Dabi kona uburniyle var. Şu yazdı şu uburni çiysek uburni bir çivilla var adamın kassa konup aldıran. Bazı bir inkasını körep kaldım. Şundaq yaxşı yazgan, mol mezmunluq bir qız. Bilimlikdek tuyulduğan bir, tüsvirdiğan bir yazmalar var. Bunların içinde vekil karakterlikten Türkiye'den yazdığan bir bala var. Nomma, Oman deydiğen bir bala. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misranim tor bekiti. Misranim. Yerip çarçıganda, çankıganda, tamaktan keyin köngül faqat obida soda suyunu tatidi. Haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqulliqni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashatquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Biz oldingi son filmni Misranim to'ri bekitida va har qaysi salonlarda tarqatgan edik. Bu film orqali to'rlashlar ma'lum nisbatda temalar qarta javob topqanmi bo'ldi. Biroq Ali muallim bugun yana yangicha gaplarni, yangicha savollarga yangicha javoblarni bermoqchi. Unda o'z diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Oldingi qitim Zivida xonimning sizga yozgan temasi qarta siz bu vaqtda tafsiliy bir tushunchalarni va ko'z qarashlaringizni bayon qilib o'tgan edingiz. Endi Zivida xonimdanmi boshqa tor bekatlarda nurg'unlagan kishilar, ya'ni bir qancha kishilar sizga yana tanqidiy maqollarni, shundaqla ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib o'tgan edi. Endi bularga nisbatan qanday pozitsiyada va bularga qanday bir javoblarni bersiz, anglab baqsaq. Endi Zivida xonim, anandaki Şinjan Pedagogik Üniversitede Mehbret Hanım deb bir hanım var, doktor, psikolog doktorcha. Hem bu hanımlara men cheksiz hurmat bildiririm, menga ustozimizda. Hem bular har qanday tanqidiy fikr qilsa, biz ko'ramiz, alayda uning astoydil muomala qilamiz. Endi bir turkum shu meni ko'rsa tufkurkunim jutemmaydigan bir turkum. Psixologiya degandan qat'iy xabari yo'q bir turkum atimlar bor.
Ostrovskiy mi? Şundan bir gibi var mı? Ot ulap yanmağa ademden puqrap is chiqdi deydi. Shu puqrap is chiqayotganlar ademlar bu. Hem bular ya psixik bilimi yo'q. Ya bir hamda boshqa bilimi yo'q. Hem shu xet ura olish kerak kompyuterda bunda Uyg'urcha xetlini urish texnikasi yaxshi ham bo'lmadi. Hem vaqti var andan, eng muhim. Ko'p vaqti var odamlar bilan. Jiq ezib o'tiribdi bura. Ödek deymi? Ödek var ama ödek. Ma ödekning alaqa su ya biliqdek so'zmaydi bular. Su chilinib qo'yib chiqdi da. Uçamdaki desem tamdan alqıp bendelik. Uçammaydı da alaqan qilib qo'ydi, tamdan alqıyanmaydı. Çopamdaki hem quruqliqda otdek dese, maňa da quruqliqda ığanlap ot tekmesde. Amma bular biliqmi gep qiladi, otqimi gep qiladi, qushqimi gep qiladi. Bunun zadi bir eliq kesbinin tayini yo'q ham. Birasi naqshurus uni zangli qilayotgan, tilayotgan, bira sirk urulsa uni tilayotgan, bira yozuvchisi uning kallasini g'ajilayotgan. Ham buni kesib ham da g'ajilash ham. G'ajilash. Bunda g'ajilaydiganlar tarixdan bu ham bor. Tarixdan bu ham bunda bir turkum g'ajilaydigan odamlar bor. Biroq bular bu qitim tarix o'xshamaydigan edi. Xata daraxtın birini g'ajilab qo'ydi. Ma daraxtni g'ajilg'uvchilarning tishi sunib ketdi. Shunga meninglik deydig'im chuqum yaxshi bir tish sep kelish kerak. Oltindan, olmasdan sep kelish kerak. Anda meni g'ajilsi bo'ldi. Yalqa kichik vaqtlarimizda bir himba. Davi kona uburnili vaqon. Şu yazdı şu uburnu çiysek, uburnu bir çıvıllı var adamın kası konu oldu. Ne bir aram kıladım. Ya adamın çakanmaydı o, uçup yürüydü. Çıvıllam de, çıvıl. Şu değmem mi? Buludu, tenqid qilsam buludu mana men ba, bir şey ketmeden. Hem ketmeyme. Ama bilimlik ulap kel. Bilimin olmasa ilimlik ulap kel. Bilemem mi, ilmem mi olması yok. Çivil, menem bakamelik çivilmeden bir aram kıldı demez mi? Ma bir tadqiqat var. Eserlerisinin şu. Bu eserlerinin içinde cıqları o'zining neshtirini gullar sanchib, shirni sho'rab asal yasaşdı diken. Ama 20% her vakin bunu qanday qildi ekan desa, Şırın jığıdığan neşterine nemi gaylandırırkense hücum kıldığan kural gaylandırıp o 80% her jıqqan herinin hücum kılıp onun hasilini bulaydı eken de bula. O alımlı bunun gayran kılıp bu bommaptı bu deyip bu 20% herini naçar herini çıkarıp taşlıp etti. Ama heyran kıralık nemi bolduysa bulun çıkarıp etse ama 80% yakşı herinin yanı 20%'i naçar heri gözgürep gidiken de Alım nemini bildi desem bu muhim ki dedi. Şu an cemiyette mi 20% gindila aşındak yartılıp ketken oyundak bir asal oğurlaydıgan herli buludu. Naçar desek olmaydan bu. Çünkü bulum ama yaxşı 80% yaxşı adam nem kutturdu olsa mevcutluğunu saklap kaldı. Mal olmaz alının içinde yani 20% özgürep gidiyor. İkilogilik tamponlukka bulan gibi. Hem de muşu banada belki maşıl çıknasın ügünüp mana. Bana bir sözleydiğim bulap kese. Mana men qabul qilaman. İsmini maşkarlayamayken de Oğurdek ismini qo'yib oladi ekan. Tamning oqidan marab qo'ydi ekan da, marab qo'ydigan bir odamlar bor. İsmini o'tirib qo'y, nom sharifing nima? Senin eli ma'lumga gap qilgidek salohiyatың barmi? Bo'lmasa hozirla. Agar shunda salohiyatың bulab oshkorlayolmayotgan bo'lsang, o'g'rirdek nima qilmay chiqmamsa, desam mana paranglashimiz emasmi? Bu manda gap bu. Ma to'rda ba'zi salbiy inkosli jiqdek turgan bilan bu jiq odamning ishi emas bu. Bu az odam, ammo qitim soni ko'p. Men da'vatman dem, bir o'xshash odam har xil siyoht yezayotganli bir gap bu. Da'vatman dem, da tamning oqidimda marab qo'ydigan bir odamlar bor. Maraqchi deyiladi.
Şu bo'ladi deydigan gap. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim tor bekdi. Misronim. Endi bu inkasning ichida hamma nachar degan olmaydi. Ba'zi tanqidlanchi. Ba'zi bir inkasini ko'rib qoldim. Shundaq yaxshi yozgan, mo'l mazmunliq bir xil bilimlikdek tuyuldigan bir, tushirdigan bir yozmalar bor. Bunun ichida vakil xarakterligidan Turkiyadan yozdigan bir bola bor. Nomma Oman deydigan bir bola. Endi bu bola kelsak, bu bola murakkab terminlarni ishlatishni yaxshi ko'radi. Gaplarni murakkab qilishni amroq. Endi men burun shunda aytdim, qancha murakkab gap qilsam, odamlar shuncha menalaqa bilimlik deb qolamiki deydigan. Endi bir odamning amaliyotda bilimi qancha o'rlagan siri shuncha oddiy gap qilamlab ketadi, shuncha yumoristik gap qilamlab ketadi. Murakkab gapning hammasi ilmiy bo'lib ketishini atayin. Ullik gapning hammasi haqiqat bo'lib ketishini atayin. Ba'zida pichirlab qo'ysaqmi, butun dunyo uni anglay oladi. İnsanlar o'ta ishqil odam bor. Birisi qanday desa, har qanday ishdan hikmat topa oladi. Har qanday ishdanmi hikmat topa oladi. Bir qism odam bor, har qanday narsadan qusur topa oladi. O odamga onaning sharbatini siqib bersangiz, ichib etib ani. Ya, mush onaning sharbati chiqqan ona, nachar ona. Da'vatgan gap sharbat ichib etib. Hamma narsani hikmat topa oladiganlik bo'lsa, uningga siz shunda ochiq limonni tashlab bersangizmi, siqib uningda sharbat hosil qila oladigan odamlar. Muhit to'g'riliq gap qilibdi-ken bu bola. Men bu yerda da'vat qilib nima desa, har qanday nachar muhitni sen o'zingga foydali sharoit aylantira olaysan deyotgan gap. Jaklokning tajribasi shugo. Ko'p tajribasi. Aphids deymiz inglizcha aphids. Qusur topmasin. Aphids ko'kpish deb tarjima qilibdi deb. Aphids. Bu bir tosh teklida bo'ladigan bir xil nima-chu bu? Bundaq parazit narsa. Olimlar tosh teksidagi bu ko'kpishni shu undaq derizdan oldiq ekib qo'ydi issiq uyga. Shundan buni suv qo'ymadi. Shundan bu tashdek gul qurib buning hayoti qolmagan vaqtda asli qonunti yo'q, ko'kpishqa evolyutsiyalanib nima chiqayotgan gap desa, qanot chiqayotgan gap. Mayada ko'kpish buni qandaqdir bir xil mana hayoti qolma deb qoqshashqa, qusur tepish ishlatmayotdi, o'zini bichar qilishqa, oshiningdan foydalanib qanot chiqarishqa sabab chiqilayotgan gap muhitni-chu. Men shuni da'vataman. Hem kishilarni shuning yetaklayapman. Har qanday narsada hikmat bor da'vataman. Nitsi elib aytgan. Sen o'ttirib yetenmagan narsa seni kuchlantirib yetadi deb. Bu nim degan gap desa, har qanday bir qiyinchilik da yoki meni iqtisodiy qiyinchilik, nikoh qiyinchilik, xizmat qiyinchilik, har qanday qiyinchilikda odam faqat yiqilmasalar, osh qiyinchilikda o'tib ketsanglar, sen kuchib ketsan degan. What doesn't kill you make you stronger deydigan rivoyat. Ammo balicho desa, aynan shunday bir odam yordam berimi desa, oyg'in to'plab ketibdi da'vatdan bir masala bormaydi. Endi meni shunday afsuslandirgan bir ish bor. Bu bola shunday jiq narsani biladigan, uchurini bilish deymiz. Men bu bola deb qo'ysam, kitobni o'qib tugatkila olmaydi. O'qa menchilik o'qiydi. Tugatkila olmaydi kitobni. Ammo haqiqatni cho'q desa, tizli topqil bo'ladi. Ba'zida haqiqatni oddiy bir kesibdimi topqil bo'ladi. Navoiymi, navoiylikni qilib turibmi, kesibni suyib turibmi, haqiqatni topa oladi. O'qituvchimi shu, doktormi shu, shunday. Hamma odam kesibini so'ysa, hamma kesibda haqiqat bor. Shu kesibni qilishning o'zi yuksak bir ibodat hisoblanadi asli bu. Kunzi deydi emasmi? Kunzi deydi-ku. Kunzidan podshoh so'di. Mushu davlat idora qilishning bir usullarini deb bersangiz desa, kunzi nima desa, ayollardek, ballardek, amaldardek. Qaravuldek bo'lsalar, davlat o'zligidan yaxshi ma'noda dedi. O'xshash bir jamiyatdimi
Navaylıqını qıysa, samspazlıqını qıysa, o'qitishini qıysa, psixologligini qıysa, jamiyat to'limi gullanadi, hammasi haqiqat bor. Yo'l tozlaydiganlarning, yo'l tozlayotgan oddiy ish bor shu. Oshiningda haqiqat bor. Oshimi bir ömür yüzünün kesbini söylese, yo'l tozlayotgan kesbini, aşımen ahirde kimni tapıdı dese, ilahni tapıdı. O'xshash. Kesbdan tapımız. Ama bala nurg'un uçulun to'plabapti kallasigacha. Men bu rashında atdım 5 yil oldida. Manda odamning bir manda qatlam bor-da. Birinchi qatlam yolg'on qatlam. Odamlarga men mushunda bo'lsin ekan deb gaplaringizni diqqat qilsiz. Hareketlerinizni diqqat qilib boshqalar ta'sir beradigan. Ya'ni boshqalarning oldida obraz tiklaydigan bir manba, erib ketsa buningda. Ikkinchi manba, boshqalarning sizni bayqab qilishdan qo'rqadigan bir manba. Mush mundaliqni bilib qolmasdan. Erlarning ko'pinchisi nimadan qo'rqaydi desa, boshqalarning uni iqtidorsizligini, iqtidorsizlik deb o'ylab oluvchi inson o'zini. Şuna aşındaq geplər qalsa, məsələn sizə məsləhət versə, yoki hər xil geplər olsa, yoki sizdən üstün adamlar görsə, eliq siz aşkarlaşını qo'yadigan men dərhal çaşrab qopab ketadi. Şıqıl inkas qaytırdı. Bu fight or flight mexanizm deymiz. Bir bo'lsa hech qanday odam ko'rinmayli, jim turib oladi, o'zini to'yin ko'rdi, yoki bo'lmasa hamma odam bilan urushib turib oladigan. Bu yerda ma'lum odamning u yaxshi odam bo'lishi, boshqalarning uning chavak kelishi hargizmi o odamning tüvellep ketkinden direkt vermeydi o. Ama nurgun adem çolsa bunu muşunda tercüm kılıp yapar. Bu balı depto bir epsilan doğaş neyim olsa men eli kurban degen bolgu gaynı men dedim esma. Ma eğir psikikideki acayip tükşep ketkeş. Demek bu balığa bütün dünyadaki ademler mıh bulap göründüken de mıh. Men dep koyma bu balığı yetkizip koyanlar. Bu bütün dünyadaki ademler mıh emez. Hiç kandak mıh yok. Ama bu bal nimdi desem men bol qilgayman dedi. Men bu balaga nimani tujan qilaman desam, Wounded Inner Child degan bir kitob bor. O'zi bo'ladi ama inglizchada Wounded Inner Child, yaralangan ichki bala deydigan. Har qanday odamning qalbida ashundaq bir yaralangan bola bo'ldi-ku, qechib yurimiz ash baladan biz. Uni Carl Jung nimdi desa, shadow deb olgan, soy deb olgan. Hammamiz ash soyimizdan qechib shu soyni boshqalarga ko'rsatmaymiz deb bilib yaram bo'lamiz. Men mana mushuni sayni qabul qildim. Men shuni yaxshi ko'rdim. Balliq davrimni kechirdim. Balliq davrimni so'yganligim uchun mening bugun kunim kelyapti. Men qila oldim, yana nurg'adim. Buni qancha qiladi? Shu qiyg'a odamni ko'rgandan qiladi. Sunuqninki o'zi bor emasmi? Sunuqninkida yeliq sunuqning maymun ballarini topadi emasmi? Sunuqga deydi maymunlarcha ballari. Sen mu şakiratmada ütep ketsen sen biz seni padişah kılımız deydi. Emniyeti sunukun şakiratmadan ötmezden burulla maymunum üteleydi. Fakat maymunla yüzün üteleydiğallıkın nim kılanmadı bilinmegen. Sunukun ötkendikin maymunum ötkendik. Şuna men bu yerde dadamını misal gelişini, anamını misal gelişki sebep neymi o dese, men üzem kubul kıldım vallahi. Sırlımı kubul kılınlar, keçip cümenler. Eğerlikle başkalarına aşkarlanıp gelişten qo'rqaydigan men bu silni vayron qilib yutadi, avara qilib yutadi, bu silning taraqqiyotini tusidi degan bir gap hamdi bu. Ham siz o'ylab boqing. Mendek bir odam ham tuyuqsizlar, hamma odam hamda qarshi oldigan Uyg'ur ashunda dötma. Ana döt ko'rdikenda bular. Ni aqlli, ni nodir, ni qalsuch qadamlar var. Ehli ma'lumning makuni mandali kelib qolgan kun emas. Bu kunning ichida mush gaplarni da'vatgan, osh leksiyalarni so'zlayotgan so'zlarning orqasida g'oyat zo'r bilish bo'lmasa, ehli ma'lum unchalik gapni qilolmaydi. Newtonning kallasiga olma uchib keliblar, hammani bilib qolgan emas. Unda sho'smi hamma bolalarni yig'iblar olma bog'lib yetaman emasmi? Hammadan balını yig'ib o'qitib nima qilamiz? Yig'ib qo'yib hammamizni birdan olmaning darxiga bog'lab qo'yma, hammamiz Newton bo'lib kelsa olmamdi. Unda olmaydi. Nurg'un jarayon ketdi buningga. Men dedim-ku, oddiy gap qilish uncha oddiy emas. Boshqalarni kuldirib haqiqiy sindirish uncha vala oddiy emas. Buni bu bola cho'qim his qilish kerak.
Hem ilim pen terakki kılıdı qarang. Özgürsiz, çuqum özgürsiz, yenilikni qubul qilamiz. Psixologiyada mı şu? Psixologiyada kundi yenilik var. Kundi yenilik chiqib turdi. Birisi degan gapni yana birisi çuqum inkor qilib turdi, tajriba qilib turdi. Biz yeniliklar ushishib turishimiz kerak. Hem bu şu vaqt bekitib qo'ygan şu Freudning sayasidan chiqolmaydigan ish yo'q. O Freud bo'lmamdi. Biz yenilik intilib turmiz. Qandaq narsa bizning turmushimizga foydali olib kelsa, shuni qilamiz. Men bir kitobni o'qib, men bir kitob ishini qo'ymayman. Balki mening o'zimning ideyasi bor. Faqat mush ideyamga mos kelgan narsalarni boshqa kitoblarda ko'rib qolsam, ma ideyani menda ifodasam bo'ladi ekan deb men ifoda usulini o'rganaman. Kitap degan o'g'it emasmi? O'g'itni yeyib olamdiq. Yeyib olmaymiz. O'g'itni menda etizga to'kimiz, üzümüzning yeydigan bir mandaq bug'doy o'sib chiqadi. Kitob o'g'it yeyib olsa qo'ymaydi. Har qanday odamning yozgan kitobinchimi? Uni bir o'g'it qilib o'zimizning tafakkurini gullantirish uchun ishlatamiz. Odamning taraqqiyotini bilmagan narsa emas vaqt kelganda, yamaraq bilib olgan narsalar to'sib yutadi. Siz men bilaman degan narsalaringiz vaqt kelsa sizning taraqqiyotingizni to'sab qo'ydi. Yangilik. Şun Pisagora deydi o. Pisagora. Ma Uygurca Pifagora deyaptı bunu. T-eş nemde Pisagora aslı bu. Uygurca fi depti. Tilşunaslar belki aynda doğru tapqan buluşum mümkün. Hürmet qilamiz bu Pifagora. Pifagora nim degendise o'xshash deryada chiqib ketdim suv zemmaysan degan. Bu nim degan gapsa sen mayaga tushding, chiqding, yana tushsang, su eqib bo'ladi. Sen bayatdan tushgan o'rningni ikkinchi qatim topolmaysan. Dunyo o'zgarib turadi, o'zgarishchan bo'ladi. Ya xushallik bilan o'zgarsan, ya xapliq bilan o'zgarsan, ish qilib o'zgarsan degan gap. Shu men ziyolilik da'vat qildim. Çoğum yenilikni qabul qilish kerak da'vatime. Men qadim ota-bobolarimizni hurmat qilmoqatime. O'zgarib turmushni moslashtirishimiz kerak da'vatime. Bu yerda boshqa gap yo'q. Shu hozirgi masala nima desa, alaqa. Bunda bir raxti ishdan kelib olgan bir ish bor. Masiman nima? Oq narsadan. Shuniki masidan degan bir ishdan keyvaga latishdan deyli. Keyvagalarman nuzeyku ishdan kelganlarni zangli qilib atgan ish bor. Nuzeyku kiydi. O da'vatgan gap ilm pen sahasida. Voy bu nuzeyku kiyimiz hamda. Amal yo'q. Nimishqa pishiq yorishidi. Kiyimiz da buni hamda qanday qilamiz? Bu o'zgarish bu foydali tursa qanday qilamiz? O'zgardi. Shuna bu baliq deb qo'ydig'im shu bilimlikka ayna. İsmini takdison, kitap yazsın okuyma. Yakımız kelsin men paranglışım men bana terbiye alamam emasmi deymi? Men yüzni bilib, başqalarni bilgan narsa men ama bildigan 100 narsaning ichida bo'lmasala, meni o'qituvchim shu. Men mingni bilsammi, men bilmaganini biz bildi, o'qituvchim shu. Hammani bilib ketammaymiz-da. İnsan faqat bilayotgan bo'ladi. Bilgen bo'lmaydi. Bilgen degan insonga xos etmas ma. Bilayotgan bo'lamiz, bilishayotgan bo'lamiz. Shuna bu baliq deb qo'ydig'im shu. Ondan ba'zilarim hurmatsizlik ahvollarimiz shakllanib qopti. Shuna ilm panda qanchalik nimasi bo'lsa, mana men tayyor emasman. İlim pendi tushuma, mana bilim desi bilim pendi tushuma, ping pong chur o'ynaymi desi ping pong chur o'ynaymi. Mun bo'lmasmi men deyman. Ammo andaq qilsa, men bizli meyli ko'tarib ketamiz-ku. Ba'zi ancha kitob o'qimaydiganlarning mingsini qo'lda olib, bir murakkab bir gaplarni qilibla o'zini bilimli ifodalash bu bir bilim egisiga mos kelmaydi. Haqiqiy bilimli odam munda onasini birlig'iz gap bilan tuytadi. Ma'ni biz nim deymizsa, bilim deydi. Hey hey! Naşta kılsa aksılda, saplasın mol taşkında. Gün
çaknaydı altında. Ey dostlar, güzelliknin göhrü o, güç kuvvetin cevhri o. Taşkın namlık bu asil, kendin kuvvet o zir o. Haqiqiy quvvat. Aqsilda, Aqsilning yaxshisi. Toshqinda. Men yana aqsil ishchiman. Saharning mayin shamili epkagan ehson meyning xushburqi qalbimni ixtiyorsiz larzaga selib, meni o'sha ehson meyi bilan to'lgan haroratli joyga taqozo qildi. Chunki bu joyda bizning sof va haqiqiy muhabbatimiz opriydi bo'lgan. Ajr mehnatning va yerlik an'ananing hosilati bo'lgan ehson meyni shunga abadiy unutmayman. Hayotga jon berguchi ona yurt himmati ehson maylari. İsil meyveler bağda oxşaydı. Meyve şerbetleri abide zavıdı da oxşaydı. Aldı bilen meyveler tavlanıp şerbet kılınıdı. Ak ügütlerden potulki yasılınıp kaçılaşık tayarlanıdı. Andın şerbetlerge iş etilip ihlas bilen pakiz muhitta akmı liniyede bu potulkilar kaçınlanıdı. Çıraylık marka orladı. Ahırda top bilen tuşulup cay-caylağa, teşnadıllağa meyvelerinin isil təmi yetkizildi. Bu ceriyalarının hemmisi abide zavıdı tamamlandı. İşenç ve isil tem abidede. Abide meyve şerbetleri. Bilemem. Ama sizler biladiğandek kıyafet kiravanmanlar. Biladiği adamın küzeye manda bulur manda. Ma köz yaxşı qaraş gerek. Yaxşı qaranglar, ma közni küzan oqqaşmay turib qaranglar. Bundaq tanqidlar, bundaq qiyinchiliklar, bu xil besimlarning odamga foydasi bor. Shunga nadan bo'lmay, mening bir dushmanim bo'lsa-mu, menda aqlli, bilimli dushmanim bo'lsin. Nada odamlar bilan tasqo'shamyo'q. Yo'q, faqat bilan men buni qoyil emas desa, Uyg'urlarning bir gapi bor-ku. Qerig'anda topgan bola aqlli xuludo deb. Mush gap yetadi emasmi deyman. Bu nahayat sog'lom hasad. Mushunda hasad qilish kerak. Itrof qilib turib hasad qilamizmi? Yo'q. Qilin buni. Hech bo'lmaganda berib qo'yib bo'lsa-mu, qanchak chiqalasam, tiniqim az qog'icha to'nglab ketib qog'icha men chiqib, mendan chiqib ketaman. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misronim Torbekdi. Misronim